أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Al-İmran'ın 85. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde din düşmanlarının dinga salbiy qarashlar bilan qarab yoki har xil bahonalarni ko'rsatib dinga kirishni rad qilayotganlarninki mayli ahli kitob mayli mushriklar bo'lsin, aslida ko'rsatayotgan sabab bahonalarininki ilmiy emas ekanligi. Ya'ni ular o'zining vaqtliq nufuzi va yoki boshqa manfaatlarini chiqish qilib bahona sabab o'ydirayotganligini, amaliyat bo'lsa bu dinninki Adem alayhissalomdan tortib ta Muhammed aleyhisselamgacha o'xshashdan ekanligi hech farqi yo'qligini, zaman makanning farqidagi ba'zi ahkomlardagi qonun hukmlardagi o'xshamaslik faqat zamonning taqozosi, vaqtning taqozosi, ammo dinning asosiy prinsiplarida, aqida qismlarida hayot manhajini belgilashda tamoman o'xshash ekanligini ilgirki oyatlarda bayon qilib o'tgan. Bugungi oyatlarda mazmunni xulosalab davodudu astag'izu billah va man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khasirin. Ya'ni kimki islomdan boshqasini din deb izlab mang'id ekan, islomdan boshqa har qanday bir dinni o'ziga din qilaman deb mang'id ekan, u kallasida har qancha cho'ng o'ylab kelsin, men samoviy kitob sohibi deb kelsin, mening qo'limda Tavrat va Injil va Allah öz peygamberleriga tushirgan kitob bor deb o'ylasin, fala yuqbalamaydi. Undan qabul qilinmaydi. Chunki uning o'yi xato. U men kitobga ergashyapman degan kitob Allah tushirgan pati qilgan kitob emas. U samoviy yo'l deb ergashyotgan yo'l Allah avatgan shaklda qilib qolgan yo'l emas. Bunda inson hargiz oxiratda nijot topaman deb o'ylamasin, va huwa fil akhirati minal khasirin. Ya'ni u ahiretde ve huve fil ahireti minel hasirin. Ahirette ziyan tatkallarının qatarından bulundu. Yani ayet şunu demekçi ki Allah subhanahu ve taala dünyada insanlara evetip dünyanın baxt saadeti için en maskelidu deb qaragan birden bir yol, birden bir nişan olsun İslam. Ondan başkası Allah subhanahu ve taala qabul qilmaydi. Ma'qul ba'zilar İslamdaki bazı ahkamlar, hükümlerini bahane qilib, sebep qilib, İslamdan qachish, İslamdan başqalarını qaçırış bahane izleydi. Mesela bir misal alsak, İslamdaki o'g'irlik qilgan kishininki qo'lini kesish jazosini o'tirg'a tashlab, yoki zina qilgan kishilarni rajm qilish jazosini o'tirg'a tashlab, bu qadar shafqatsizlik bo'landi. Bir insanın qo'lini kesib o'tamdi, bir insonni o'ttirib o'tamdi degandek bahonalar bilan islomdan qachish va boshqalarni qochirishga urinadi. Amaliyotda islom yo'l qo'yilgan tarixdan tortib ta bugungi kunga qadar bir odamni o'g'irlik qildi deb qo'lini kesilgan yoki zina qildi deb rajm qilingan odamning sonini hisoblasak, bugün günümüzde bir yılda yüz bergen qatnash hadisede meyib bo'lgan yoki qazo topganlarninki necha hassidan mutuvan to'g'ri kelmaydi qat'iy. Amaliyat yeni bir nuqtadan aytgan vaqtda u o'g'rining qo'lini kesimiz yoki zinaxo'rni rajm qilamiz degan hukm bir taraflama hüküm bulmasın, bir taraflı münasebetli hüküm bulmasın. Bu arkalık başkalarının mal mülkününki, başkalarınınki hayatınınki, başkalarının şeref izzetininki saklanışını kapalatlık kılış için koyulatkan yolunun üstüge. İki noktaya dikkat kılış gerekiyor. Birisi, meyli başkalar Adem öldürüldü deyip kısasen Adem öldürülgen. Öldürülüp icra kılınan hüküm olsun. O'g'irlik qildi deb qo'li kesilib ijro qilingan hukm bo'lsin. Zina qildi deb rajm qilib ijro qilingan hukm bo'lsin. Ta hozirga qadar 1400 yildan buyon ijro qilinib shu paytda jazolangan odamning sonini deganimdek bugungi kunda bir qatnash hodisasida
bir aeroplan hadisida, bir poyezd hadisida o'lib ketgan odamlarningki 1 yillik, 1400 yillik jarayonda bo'lgan serishti olsak hech nima emas. Taxaman urushlarda o'lib ketgan, urushlarda xonu vayron bo'lgan kishilarning sonini serishti bo'ldim tabii. Bu bir nokta. İkinci nokta, bu hükümler, meyli kolunu kesiş, meyli kısasen öldürülüş, yoki zina qildi deb uni rejim qilish qatorliq ishlarning hammasi bunun qarshiliqida yana bir tarafninki, balkim taraf emas, taraflarninki manfaatini, hayat huzurini, baxt saodat asos qilingan. Bir odamni o'g'irlik qildim, qo'lini kesaman degan gap, u odamning qo'lini kesib olish emas, hech kimga kalkamaydi u qo'l kesib olgan bilan. Masala shu orqali qo'rqitish orqali necha yuzlagan kishilarningki mol mulkining salomatligiga kafolatlik qilish. Odam o'ltirsang o'ltirman seni deyish, uni bir o'ltirib olish emas, hech kimga foydasi yo'qni o'ltirib olgandan. Bunda deyish orqali boshqalarni o'ltirishdan onu saqlash. Şu orqali boshqalarning hayot kapolatiga, hayot sog'lomligiga kafolatlik qilish. Zina qilsang rajm qilaman seni deyish orqali necha yuzlagan iffatlarningki, or nomus sharaflarningki qo'g'dilishiga kafolatlik qilish. Masala bu qadar ekan, kishilarningki uni bahona qilib, buni bahona qilib islomdan keyniga chekinib olish, yaxshi yoki boshqalarni chekindirishga urinishi hammasi behudichilikdan boshqa narsa emas. Ya'ni u yerga mang'du, bu yerga mang'du, u bahanani ko'rib buni har qancha ket islomdan boshqa har qanday bir yo'lni o'zing yo'l qilib tutdingmi, Alloh uni sendan hech qanday qabul qilmaydi. Bu yerda islomdan boshqa yo'lni yo'l tutganliging, islomning u shu ekan, bu shu ekan, avan bu xuddi Allohning oldida bilarmanlik qilganlik. Alloh xato qilyotdi, xato hukm chiqardi, xato qonun chiqardi deganlik u, ma'azalloh. Buning o'zi Allohning shariat yo'lidan chiqqanlik. Biz ilk darslarimizda tushundirgandek cho'ng fosiqlik, pasaqa fosiq deganni biz tushundirdik ya, yo'ldan chiqish deb. Kichik gunohlarni qilish orqali kichik fosiq bo'ladi. Bunda aqida, yo'l, prinsip nuqtasidan chiqish orqali cho'ng fosiq bo'ladi. Cho'ng fosiq deganimiz zolim, kofir deganlar bilan o'xshash ma'nosida. Shu inson Allohga nisbatan o'zini yaratgan zotga nisbatan adabli bo'lish kerak. Hamma narsani o'zini tarbiyalab mushohalat keltirgan Allohga qana qaytirish kerak. İnson shu vaqtda rahat topadi, shu vaqtda huzur topadi. Unda bo'lganda sen bir yo'l tutding degan gap, cho'qim sen o'z oldiga tutib olgan shu yo'lda sening bir taraflama manfaating bor. Buning mutlaqo yana bir-birining manfaatiga zid keladigan tarafi bor. Shu nuqtadan sen boshqa yo'lni xohlaysan. Boshqa yo'lni xohlaysan. Herkes bir yo'lni, yangi yo'lni birini paydo qilib, "Ma bizning qonunimiz, biz ma yo'lda mangamiz" deganlarninki boshqalarning manfaatini ko'zlagan taraflar olmaydi. Cho'qim o'zining bir manfaatini ko'zlagan bo'ldi. Ya'ni biz davomli deb kelyapmiz, insonlar har zaman qonun yo'l qo'ydi ekan, bir yo'lni o'zga manhaj, prinsip deb bekitdi ekan, mutlaqo bir sinfning manfaatiga kafolatlik qilish uchun yo'l qo'ydi. Endi insonlar o'rtasida adolatni, hamma insonning manfaatini, har sinfning manfaatini o'rtaq kafolatga qilish uchun shu har sinfning egasi bo'lgan, hamma insonning Robb bo'lgan Allohga qaytish kerak. Undan boshqa yo'limiz yo'q. Va may yabtaghi ghayral islam dinan fala yuqbala minhu. Shunga islomdan boshqa har qanday yo'l, har qanday ideya, har qanday prinsip rad qilinadi va huwa fil oxirati minal khosirin. Oxiratda qiyomat kunisi u ziyon tortquchilarning qatoridan bo'ladi. Endi xosirin degan bir so'zga kelaylik. Ziyon tortquchilarning qatoridan deb ham tarjima qilyaptik. Asli arab tilida xasara degan so'z bir odam tijorat qilib paydığı alanmıdı, əslindeki məbləğini yo'qotganlikni mi xasara deydi adətən normalda ticaret sahəsində. Nima uchun oxiratga xosirin ifodasi qo'lin? Chunki oxirat dunyoga o'xshamaydigan bir dunyo bo'lib, ma dunyoda bir odam azoblandi degan gap, azoblanib o'zlam tugaydi degan gap. Ammo oxiratda o'lmaydi. Ma dunyoda har qanday bir qiyinchilikning ma'lum vaqtdan keyin bir kunishib qoladigan, uning alishib qoladigan bir holati bo'ladi. Qiyinchilikqa kunab qoladigan. Ammo oxirat unda bo'lmaydi. Oxiratda Alloh subhanahu va taolo ne'matga erishganlarga uzluksiz davom, mangulik ne'matni ato qiladi. U huzur ularni ziriktirmaydi,
yaşayotgan o baxt saodat ularni zirik va azobdimi? Bugun ayt to'xtab qoldigan ish yo'q. Mangulik azob bo'ladi. Hatto kuyib tirisi sadma so'g'a vaqtda tirini qaytadan almashtiradi. Azobga kunab qoldigan ish bo'lmaydi. Bu nuqtani qo'llash kerak. Shunga oxiratda ziyon tortgan odam asli mablag'ini yo'qotgan tijoratchiga o'xshaydi-ki, ig'ir ziyon tortgan bo'ladi. Şoňaşqa ayetde hasirin ifadesi kullanılgan. Ondan keyinki 86. ayette qarindaşlar, "Keyfe yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ve şehidu enne'r-rasul haqqun ve ja'ahumul bayinatu vallahu la yahdil qaumaz-zalimin." Allah subhanahu ve taala iman eytip Rasulninki haq ekanligini guvohlik qilib va aniq paket delil paketlar ular kep bo'lgandan keyin yana kufr yo'lini tanlagan, ya kufrga qaytib olgan kishilarni Alloh qanday hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Mishadagi hidoyat masalasi to'g'risida biroz to'xtalamiz qarindoshlar. Oyatda manda bir nuqtaga Alloh bizning diqqatimizni chekayotdi. Hayotida iymon aytib boqmagan, iymon masalasini bilmagan, Alloh hukmini tushunmagan kishilar tamam islomga kirmasin. Çünkü ular imanның halatını tetip bakmadı, yolun haqiqatini tushunmadi. Bular qachonki shu ahvolga kelgan vaqtda, shu darajaga kelgan vaqtda darhol iymon aytadi. Buni inab. Ammo iymonga kirib, din degan nima buni tushunib, Alloh degan hukmni u o'zi bilib, buning huzurini his qilib bo'lgandan keyin, ya'ni chekinaverish degan nuqtada so'zlayotdi oyat. Ana bu sherdagi Hidayet meselesi, yani Mevla'nın ma şekildeki adamlar murakkab insonlar. Normal dinga kiymagan dinsizlar, o odatdagi addi kufrlik olsa, ama murakkab kufrlik hamdi. Musha kelgan vaqtda ba'zilar mashta ahvol ostida o'ziga bahona tepib nima deydi? Hamma ish Allohdan, yaxshilik, yomonlik Allohdan. Alloh meni hidoyat qilmabdi, qilg'izmabdi. Mening nima gunoyim bor deydigan gapimdi. Aramizda ba'zi bunday insonlar xatolikni qilib Ahirda endi bir mush xatolikni qo'llaygan debdim, Xudoyim nisb qilmadi deb, xuddi bu ishning gunoyini Allohga atayotgandek, o'zida hech bir gunoh yo'q qolgandek turib oladigan insonlar bor. Insonlar o'ylab boqmamdi. Agar shu gapi o'zingcha samimiy, to'g'ri gap bo'lsa, yaxshilikni Alloh beradigan bo'lsa, hidoyatni Alloh beradigan bo'lsa, zalolatni Alloh beradigan bo'lsa, gunoh ma'siyatni Alloh beradigan bo'lsa, nima uchun Alloh buningga hidayet ve taat, ibadet, doğru yolu emeği, zalalet, masiyet, günah yolunu verdi. Bu haqda o'ylashib bakmaydı. Xuddi a gap orqali üzdün günahını saqit qilib, xuddi Allohga atayotgandek bir xil o'zi-o'zini bezlaydi, aldaydi. Ammo o'ylanib baqish kerak-da. Günah masiyetini Alloh bersin, menda nima günah degan inson nima uchun Alloh beradigan itoat, hidoyatni menga bermadi deb o'ylanib baqish kerak. Ma haqda. Musha kelgan vaqtda Allohning hidoyat berishi degan o'qim nurg'un savollarni tug'dirdi kallamizda. Alloh uni hidoyat qiladi, buni hidoyat qilmaydi degandek bir xil o'qimlar. Allohning hidoyat qilishi qanday? Qur'onda qarindoshlar, hidoyat so'zi bizde Uyg'urcha hidoyat deb umumlashib ketgan bo'lg'achqa, kelgan o'rinlarning hammasi hidoyat deb tarjima qilamiz. Mushu bizning kallamizni sal kirishtirdi. Buni tushundirish uchun bir misol olaylik. Alloh misollardan xoli, Alloh buyuk namuna. Faqat masalani biroz oydinlashtirish uchun misol qilyapman. Bir yer ketib o'tib nishonni o'qimaymiz, yo'lni o'qimaymiz. Şu yoldaki qatnash saqchisidan masalan, palaniya nada deb bir savol so'raymiz endi. Qatnash saqchisi ma tarafda sen bormoqchi bo'lgan nishon deb bir tarafga ishorat qilib ko'rsatdi-da. Endi mushu so'g'chi qatnash saqchisining shu ko'rsatgan yo'linishiga ishinib, uning rahmatini bildirib, tashakkurini bildirib, o'zining yo'l topolmay qolganligini, mening ko'z qo'sh orqali endi nishona qarab mangadiganligini ifodalab, minnatdorligini bildirib, shu tarafga mangadi yoki yana bir bo'linliklar bo'lsa, qatnash saqchisining ko'rsatgan tarafni, bu ahmoq qiladi odamni, aldaydi deb, unga nisbatan ishonmaganlik pozitsiyasida bo'ladi.
Endi qana saqçısınınki muşla palani ya pukuni yerdə körüstüb qoyğanlığının özü Qur'an-ı Kerimdə hidayət ibarəsindən işlətildi. Şuna oxşaş oxumamdı. Bunu biz başlap qoyuş, körüstüb qoyuş hidayəti deb atayımız. Endi birinci adam qana saqçısınınki körüstüb qoyğan yönünüşünü qəbul qılıb, minnətdarlığını bildirib, manğan adamga nisbatan qatna saqçısı nisbatan qana qilishi mumkin? To'xtab tura. Mening mashinamga chiqaman, sizni men opirib qo'yay deb, bunga yordam qilib opirib qo'yishi mumkin. Buning bu insonni o'zining manziliga opirib qo'yganligi nim deb ataladi desanglar, yetaklash. Shu manzilga boruvchi yetaklash deb ataladi. Qur'oni Karimdagi hidoyatning yana bir ma'nosi mushu ma'noda keladi. Ya'ni demak shuki qarindoshlar, Allah özünün kitabı arqılıq, özünün peyğəmbərləri arqılıq bu hayatda mağdıgan nişanını bu deb görsətdi. Bu görsətməyə qarta, bunu biz hidayət deb atayımız, bunu hidayəti irşad deb qoydu. Yəni, körüstüb qoyuş hidayəti. Bu hidayət mümin kimi buludu və qeyri-mümin kafir kimi buludu. Mümin mi bunu tapşırıb alıdı, kafir mi tapşırıb alıdı? Amma bunun tutulgan pozitsiya oxşamaydı. Mümin bunu itiraf qılıdı, bununla işinidu və şu tərəfə qarab mağıdı. Kafir bunu itiraf qılmaydı, işenmeydi, bunu taşlab etib özü başlagan yolunu mağıdı. Əmdi mümin şu yolunu tanlab bolğandan keyin Allah subhanahu va taala özünün başlagan yolunu mağan müminge bu yolda axırıncı yardım qılıdı. Mana bu xil yordam qilib buni daha üzlüksüz bir şekilde mushu yo'lning oxirgi mang'uchiga yetaklaganligi bu mauna hidoyat deb ataladi arabchada. Ya'ni oxirigacha yetaklab buni yordam qilish hidoyati. Qur'oni Karimdagi hidoyat ba'zi o'rinlarda shunda boshlab qo'yish, ko'rsatish ma'nosida bo'lsa, bizning Uyg'urdagi hidoyat degan hidoyat ba'zida bayatın degandek manzilning oxirigacha, oxir nishongacha buni yetaklab opirib qo'yish nimasi bo'ladi? Hidoyati bo'ladi. Endi taxmini qo'ysin. Qur'ondagi ba'zi hidoyatlar mu'minga muqartildi, kofirga muqartildi. Bu boshlab qo'yish hidoyati. Ko'rsatib qo'yish hidoyati. Va Qur'on yana ba'zi hidoyat degan so'zlar mu'minga lam qartildi. Bu ma'unat aş manzilning oxirigacha, nishonning oxirigacha billa yetaklab mengish, yordam berish hidoyati bo'ladi. Bu faqat dastlabki hidoyatni qabul qilgan mu'minlar bo'ladi, yana birisi bo'lmaydi. Masalan, sendan birisi maslahat so'rab keldi. Misol Allohga va lillahi masalul a'la. Yani ikki odam maslahat so'rab keldi deyli. Biz mana shuni qilmoqchi edik. İnsanchilikda, ya'ni insonni aloqalarda. Sizlar bu jihatda kasb ahli manda maslahat so'rab kelganda qanday qilsa qoladi? Buniga maslahat verdim. Amis sizlar ma'ashda manda qilasizlar. Bireylar buni qabul qilib shu bo'yicha yo'l oldi. Yana birisi bo'ldilar, o'zim chaqlab qolay dedi. Endi men bu ikkisiga qarata qanday muomala qilaman? Tabiiyki, mening maslahatimni olgan kishiga oxirgacha yordam berishim mumkin. Ve ondan keyin mo ana anda qil, mana bunda qil, ishning qoidasi bu, ma ishning qoidasi o deb ko'rsatib, balkim nishoniga yetganga qadar uningga hamroh bo'lishi mumkin. Chunki u mening maslahatim bilan mangdi. Yana birisi ammag'ini quyutimanda yo'ldan uningga. Mening maslahatimni ammagan, qabul qilmagan, e'tirof qilmagan odamga men nima yordam bergandekman insonlar. Inson bo'lish sifatim bilan maslahat. Mening ikkisiga bergan maslahatimni agar navbatdagi hidoyatni tushuntirish to'g'ri qilsa, shu hidoyat irshad. Va mu'min kofir hammasiga Allohningki payg'ambar kitob orqali o'rgatadigan hidoyati, ko'rsatish. Undan keyinki maslahatimni olgan odamga uzluksiz qilgan yordamim va nishoniga yetguncha manzil yetgan qadar uningga amroqli bilan mang'inimning o'zini agar hidoyat babiga akilib ifodalash to'g'ri qilsa, hidoyat ma'una. Endi Qur'ondagi Allohning inson qilgan hidoyati bu ikki xil hidoyat bo'ldi qarindoshlar. Buni to'g'ri. Shu bugungi oyatimizdagi hidoyat masalasi shu. Vallohu la yahdil qawmaz zolimin degandagi Alloh zolimlarni hidoyat qilmaydigini ikkinchi xil hidoyatning gapi. Alloh
iman etib bo'lgandan keyin kafir bo'lgan kishilarni hidoyat qandoqmi hidoyat qiladi degani, ya'ni kufr yo'lini tanlagan odamga qandoqmi ikkinchi xil hidoyat emas. Birinchi xil hidoyat hammadan beriladi qarindoshlar. Shuning sura Muhammadning 17-oyatida mushu to'g'ri yo'lni tanlab, Allohning birinchi hidoyatini qabul qilib bo'lganlarga ikkinchi hidoyat, ya'ni ko'rsatma hidoyatini qabul qilib bo'lganlarga yordam hidoyati va yetaklash hidoyatini beradiganligi Sura Muhammadning 17-oyatida menda bayon qilinadi. Vallazina tadaw. Allohning hidoyatini qabul qilgan kishilar, Alloh ko'rsatgan yo'lga mangan kishilar, zadahum hudan. Bularga yetaklash, bularni boshlash, bularga yordam berishda texmi ko'p qiladi Alloh subhanahu va taolo. Mana hidoyat ikki xil birodarlar. Aql shaklda Alloh zolimlarni hidoyat qilmaydi. Bu odamni qanday hidoyat qilsin degandagi hidoyat ikkinchi hidoyat. Ammo birinchi hidoyat har insonga bor. Mu'min olsun, kufar olsun, her insanga buludu. Ayetdeki, keyfe yahdillahu kavmen keferu ba'da imanihim degandeki, qandoq hidoyat qiladigan hidoyat qilmaydi degan gap. U xil qilmaydigan hidoyat, yerdan beradigan yerdan bermaydi degan gap. Chunki boshliq yo'lga mangmagan bo'lsa, ko'rsatgan yo'lga ishonch qilmagan bo'lsa, itrof qilmagan bo'lsa, ishonmagan, itrof qilmagan, keyniga chekingan odamlarga qandoq yordam qilaylik qarindoshlar? Masalan, biz insonchilikda bo'lib qolsa, Alloh ularga qanday hidoyat qilsin? Endi oyatdagi qaritilma aslida ahli kitob haqida kelgan qaritilmalar qarindoshlar. Ahli kitobning kitoblarida Rasulullohning sifatlari nihoyat aniq keliglik. Sura A'rofningki 157-oyatimi bog'i bu. Allazina yattabi'una ar-rasulan-nabiyyal ummiyyallazi yajidunahu maktuban 'indahum fit-tawrat wal-injil. Yani ahli kitap Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni Tevrat, İncil'de biletti. Yecidunehu mektuben qara. Ula Muhammedni, o Peygamberni sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin qaşidagi Tevrat, İncil'de tapattı davatıdı. Yani aşı Peygamber'nin özüne yazılgan tapattı degan ifade mi edi? Sübtin tapattı o mu bu emas. Tevrat, İncil'ni o'qigan adam bu Peygamberni naydi aniq biletti degan gap. Bu Tevrat İncil'ni o'qigan vaqtda o yoshda aqlimiz degan adamlar iman etib bo'lgan yana bular. Hatta oyatning oxiriga qaraylik qarindoshlar, ha? Ve şehidu enne'r rasule haqqun degani payg'ambar, yani bu payg'ambar haq ve ja'ahumul bayinat pak kelib bo'lgan bularga deb bu shakldagi insonlarni ahli kitob ashtardi. Rasulullohning keldiganligini mutlaqo biletdi. Hatta o'z zamonasidagi arablarni qo'rqitdi. Kimda qo'rqitdi? Bir payg'ambar keldi. Biz şu peygamber bilan hamkorlashib birlashib turib, sizlarni ot Iranni o'ldirgandek o'ltiribmiz sen go'yingda mana qo'rqitdi. Sura Baqaraning 89-oyatda o'qidik buni qarindoshlar. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ularga Allohning qashidan boshqa kitob kelsa. Wa kanu min qabl yastaftihuna lillazina kafaru burun bular mush payg'ambar orqali boshliqqa qo'rqoq salatdi bular. Endi mashta qilib xalqni qo'rqitib mashta bir payg'ambar keldi deb menda saqlab turgan odamlar falamma ja'ahum ma'rafu bi kapten kor qildi. Fala'natullohi alal kafirin. Allohning la'nati kuffarlarga bo'lsin. Sura Adadmi qul kafa billahi shahidan bayni va baynakum. Da'i Muhammad alayhisalom Alloh aramizda guvohchilik yetarli deb bo'lib va man 'indahu ilmul kitob. Kitob bo'lgan kishilarmi guvohchi? Kitob bo'lgan kishilar kim u? Ahli kitob, Nasara, Yahudi, Xristianlar. Ya'ni Yahudi, Xristianlar Rasulullohga guvoh o'qidak odamlar da'vatida Qur'on. Shuni nima demakchi yana? Yahudi, Xristianlar payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligini tamoman biladi. Mushriklar bilmasin, lekin bular biladi. Bular iymon aytiqliq shu vaqtda Rasululloh kelsa iymon aytimizda. Hatto bir payg'ambar keladi, siz uni bilan birlashib sizlarni o'ldiramiz deb haq qo'rqoqmiz deb bularlar. Iniq pak ba buni endi mush adamlar Rasululloh kelgandan keyiniga yeni olgan bo'lsa, buni Alloh qanday hidoyat qiladi? Allah buni hidoyat qilmaydi. Bular bir yo'lga kirib bo'lib, yeni olgan odamlarga u yo'lda oxirigacha mangadigan Alloh yordam bermaydi dedi. Hidoyat, yordam oxirigacha mangish yetaklash ma'nosida yo'q. Oxir shaklda bularga bermaydi buni. Bular bunday imkoniyatni bermaydi. Sonuçta bu sure Nisa'nın 88. oyatida kim Allah onu azdırırsa, yani Allah kimni azdırırsa onu
Bunuga yo'l topolmaysan bir oyat bor. Alloh azdudi degan iboratni Alloh hech kimni azdamaydi. Alloh tashlab etgan degan gap yani. Yani üzünün yolunu tepişqa şu adamdan ki Allah yardım ibayetini, hidayetini, yardım bir hidayet ettik ya. Biz mesela bazı cihette bu yolunu tanıdık. İman ettik elhamdülillah. Allah'a işendik. Hayat menhecimizle Allah'ın menhecini tanıdık hayat menhecimizge. Hem de bazı cihette üzümüzün doğru yollarını tapamaya kalsak biz bu yolu tanıdık. Allah bizge yardım ediyor. Mao hidayet, mauna. Hem de azduruvatkan kişini doğru yol başlamak çok degeni Allah ma şekilde hidayetini vermi, mansan mana özünün tallağı yolda diyen insan bu yol tapamaydı Allah'a iner. Bu yol tapar. Allah azdudu degeni bu şekildeki azduruş yana. Meseleni ma şekilde qanday qilish kerak, tushunish kerak yani. Yani vallahu la yahdil kavmel kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala kuffar kavmga, Allah subhanahu wa ta'ala zalim kavmga yordam qilmaydi. Ularga yo'lning qaysi to'g'ri, qaysi xato, men nega ma'noda buni ko'rsatmaydi. Oyatda vallahu la yahdil qavmel fasiqin, vallahu la yahdil qavmel zalimin, vallahu la yahdil qavmel kafirin degan iboratlar keladi. Hammasining asosan ma'nosi tugidek yiqilishidik o'xshash, chunki biz deb o'tganimizda bu yerdagi zulm, shirk ma'nosida zulm, ya'ni yo'ldan chiqish, bu o'ziga zulm qilganlik. Bu yerdagi fisq Allah'ның yoludan chetnab chiqqan fisq bu. Ne günah ma'siyat bilan fisq qo'g'ish emas. Cho'ng yo'ldan chiqqan, Allah'ның yo'lini qo'yib boshqa yo'lni tanlagan fasiq. Nafasiq kafirlar o'xshash. Andiga mashrik insonni Allah dunyo mahluqlarining eng kattasi qilib yaratib, dunyoda senden ulug' mavjudot yo'q. Sen eng ulug' mavjudot, sen bilan mening o'tiramda hech qanday vosita olmaydi. Sen menga bevosita ulashishing kerak. Menga bevosita qil desa inson o'zining u oliy maqomini tashlab, o'zidan tuan narsalarni Alloh bilan o'zini o'tirgan vosita qilib kirgizib, uning itoat qilish deganlik inson o'ziga zulm qildi deganlik bu cho'ng shirk bo'ladi. Bularning hammasi tugidek asosan o'xshash ma'noda. Shunga bugungi oyatda vallohu la yahdil qawmaz zolimin deb yo'ldan chiqqanlarni zolim deb atadi. Ba'zi oyatlarda shirk keltirganlarni zolimin deb ataydi. Yo'ldan chiqqanlarni fasiqin deb atiladi, yo'ldan chiqqanlarni kafirin deb atiladi. Hammasi asosan shu bir xil hukmni ifodalaydigan qilgan ishlar xilosim, lekin bularning kelgan nuqtasi o'xshash bo'lgan insonlarni ko'rsatadi. Endi oyat ikki xil insonlarni o'z ichiga oladi oyat. Birisi biz bu oyatdan tushundigandek, ahli kitob bo'lib, ahli kitobda butun payg'ambar alayhisolamning hamma ahvollarini to'liq tunib yetib, bu yo'lning to'g'riligini tunib yetib, iymon etmaganlarni iymon aytib bo'lib, iymonni keyinib olganlarni qatorida qilganadi oyat. Bu bir xil odamlar. Yana birisi amaliy Rasululloh iymon aytib bo'lib, ondan keyiniga chekinib olgan bir bulik ahli kitoblar bor. Masalan, Tuamat ibn Ubayraq degan Ibn al-Aslad, Haris ibn Suayd qatorliq bir qancha kishilar iymon aytib, undan keyin yana bo'lgan odamlar bor. Bu kishilar ikkilisini oyat nimaga oladi, o'z ichiga oladi. Endi bu insonlarning hukmi nima? Mushkil shakldagi insonlar. Ulaika jazaohum anna alayhim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Bularning ana shu kishilarning jazosi Alloh subhanahu va taolaning la'nati, malaikalarning la'nati va butun kishilarning la'nati bular. La'nat aslida rahmatdan qo'g'lanish degan ma'noda. Rahmatdan qo'g'lanish degan ma'noda. Alloh subhanahu va taolo la'nat qilinganlarning hammasini bildirdi. Allohning rahmatidan qo'g'landi. Andikin malaikalar bu Allohning rahmatidan qo'g'langan insonlar bo'lgandan keyin bu la'nat qiladi. Mu'minlar Alloh iymon etgan odamlarmi ham bu Allohning rahmatidan qo'g'langanlarga la'nat qiladi. Mana bularning hammasi va butun kishilar oyatning oxirisida "Wan nas ajma'in" la'nat qiladi dedi. Insonlar nima uchun la'nat? Chunki inson Allohning manhajidan chiqdi, Allohning yo'lidan chiqdi degan gap mutlaqo bir xatolik bor. Bir gunoh ma'siyati va jinoyati va degan gap. Jinoyat o'tkazgan odamni mayli musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, hammadan ayblaydi. Kishilarning ko'zidan tushirdi. Mushuning o'zi bir la'nat bo'ladi. Ondan keyingi oyatda xolidina fiha la yukhaffafu anhumul azab va la hum yunzarun. Ular bu azobda
Мәңгі қалыды. Halidine fiye. Ulardan azap yengilletilmeydi ve ula vela yunzarun qaralmaydı. Qaralmaydı degeni, yani köngül bölüş, ularning bundan keyin kishininki oңшыл. Mana, yani insonlik tabiati bilan dunyodagi hayot qonuniyat prinsiplari bilan o'ylab qolishi mumkin-ku. Hayotda odatda azap davomlashmaydi hayotda. Bir holat davom qilmaydi. Baxsadifni davom qilmaydi. Mushu birinchi o'ylashi mumkin inson. Hatto deydi, qamchilangan odam 20 qamchini yechib ketgandan keyin qamchining azobini his qilmaydi deydi. Burunqidek his qilmaydi deydi. Ya'ni insonning sizish tuyg'usi pastlaydi ekan endi hayotda. Mushu bo'yicha qiyomat kuni azob bor deydi. Kimimiz azob bo'lsa, qoprakliklar deydi Alloh. Köysak kuyamiz 2 minut, 3 minut, 4 minut dunyodagi o'xshash. Kuyiblam tugisak ketamiz emasmi? Yo'q. Halidina fiha. Siz yep-yangi holingizda tursiz. Va la yukhaffafu anhumul azab. Azab asla yengiltilmaydi, dunyoga o'xshamaydi. Va la hum yunzarun. Ularga hech kim ahamiyat ko'ngil bilib azobini yengiltilmaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolaning rahmati hayotda tavba ishkini har doim ochib qo'ydi. Chunki Allohning bu qadar yo'llarni ko'rsatib, bu yo'lda ma'ning qoidasi ma'vo, ma'ning mukofoti ma'vo, ma'ning jazosi ma'vo deyishning asli maqsadi, hadaf nishoni bizni isloh qilish bo'lgan bo'g'achqa, bizning yaxshiligimiz bo'lgan bo'g'achqa Alloh mush nuqtadan bizni doim tavba ishga ochib qo'ydi. Oyatda 89-oyat davatudiki illallazina tabu min ba'di zalik. Shundan keyin tavba qilgan kishilar tövbe ishga o'chqa va aslahu va isloh qilgan kishilar o'zining qilgan eski qiliqlarini yoki mangan xato yo'llarini yenib to'g'ri yo'lni qilgan kishilar fa inallohu g'afurur rahim. Alloh subhanahu va taolo ularning gunohini kechiradi. Ularga mehr shafqatlik zot. Ya'ni Alloh o'zining bandalarini bu yerda samimiy shaklda tövbe qilmoqda deyapti. Samimiy shaklda. Payg'ambar alayhisalom hadisda tövbe ifodasini Muslim Sahih Muslimda rivoyat qiladi. Bizga tushuntirib Alloh subhanahu va taolo kechisi, kunduzi eskilik qilgan odamni tavba qilish uchun qo'lini ochadi. Kunduzi kechisi eskilik qilgan odamni, yomonlikni qilgan odamni tavba qilish uchun kuni qo'lini ochadi. Ta quyosh mag'ribdan qanaqan qadar chiqqan qadar, ya'ni qiyomatga qadar Alloh asla tavba ishini taqagan emas. Nima uchun? Hayot bunundan qanday qiladi, isloh qiladi. Agar tavba ishki taqilib qolgan, ya'ni echilmagan bo'lsa, nima bo'lmoqchi? Men bir ig'ir jinoyatdan birini o'tkazdim. Menga nisbatan tavba ishki yo'qib qolgan bo'lsa, men shu jinoyatim bilan bo'ldi. Davomlashima. Chunki menga tavba ishki yo'q. Mening ahvolim tugadi. Bitta ishim endi. Mening qaytish, chekinish yo'lim yo'q. Bu shaklda bo'ladi ishlar. Xatolik uzluksiz davom qiladi va ko'payadi. Ama tövbe ishga echildi degan gap, men ig'ir bir ishdan birini qildim, qilgan jinoyatimga hasratlandim, ko'nglimdan, ichimdan chiqib pushmon qildim, tövbe ishga o'chiq. Darhallam tövbe qilaman, yana o'zimning aslidagi to'g'ri yo'limda davomli qana qilaman, manaman. Endi aslaha oyatning oxirisidagi va aslahu deb iborat bor. Buni men isloh qilsa o'ngsi deb tarjima qildim. Bu sözninki 3 harflik tüp fiilisi salaha. Mavu 4 harflik ütümlük fiilisi aslaha. Salaha har qanday narsaning yaxshi bo'lgani salaha. Aslaha bir narsani normal holat, aslidagi holatidan texmi yaxshilik, texmi yaxshi bunday holat ko'targanini nima deymiz? Aslaha deymiz. Masalan, xatolik o'tkazdi bir insonlar g'aflat vaqtida Anlakin özünün günahını, cinayetini esildi. Şimdi o ciddi bir şekilde eslige kilip, özünün doğru yolunu tepip, bir yaxşı işlerini kılış arkalık, ötküzgen cinayetinin ornını itişini irade kılıdı. Yani bu ayetteki eslahu şu. Mesela qarasak, dikkat kılsak, bazı insanlar hatalık ötküzüdü. Bazı bir yaman işleri var. Ama bularning kallasa şu yaman işleri bularni jim to'g'izmaydi. Bir xil ichi ro'ya dunyosidan bir xil uni noqib turadigan bir narsa bor. O'zining qilayotgan ishining xatoligi har doim bularning kallasini g'idiqlab turadi. Shuni bilan bular buning qarshisida
Bunun qarşısında mening o'tkazgan xatoligim uchun deb yaxshi ishlarni ko'p qiladi. Bu aslaha bo'ladi. O'tkazgan xatolikning qarşısında yaxshi ishlarni ko'p qilish oyatdagi aslaha bo'ladi. Ya'ni tavba qiladigan odamlarda ko'riladigan ifoda shu. Tövbe qilgan odamningki birinchi ifodasi shu ishni ikkinchi qadam qilmaydi. Bu bir. Ikkinchisi shuning qarshiligida yaxshi ishlarni ko'p qiladi. Bu ikki xil ish ko'rgan odam haqiqiy tövbe qilgan odam bo'ladi. Bu xil shakldagi odamlar fa innalloha g'afurur rahim. Allohningki mag'firati va marhamatiga erishadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni shu shaklda tavba qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushayda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.